Assalomu alaykum. Yonsei Hangugo il kitobimiz bo'yicha davom etamiz darslarimizda. Bugungi mavzumiz va 6-chi, ya'ni Che Yukwa Ne Pang 6-chi mavzu mening xonam. Ne oldin to'xtalib o'tadigan narsamiz Che, biz bilamizki Che mening degani va shuni bu Che hurmat shakli hisoblanadi. Ne esa oddiy shakl hisoblanadi. Ba'zi holatlarda nedan murod, ya'ni bir hikoya janrida ishlatgan paytda ham nedan ishlatiladi. Ya'ni oddiy shakl, hurmat shaklidan ko'ra ne bu hikoya janrida ham oddiy shaklda ifoda qilganligi uchun odatda biror narsani bayon qilayotgan paytingizda odamlarga emas, oddiy yozma shaklda, misol post qo'ymoqchisiz, shunaqa paytlarda oddiy o'zingizga nisbatan yoki boshqalarga umumiy qabul qilinadigan narsada shu so'zlardan foydalansak bo'lar ekan. Demak, bugungi savolimiz Yoginin odimnikka, bu yer qayer? Bu yer qayer? Shu savol atrofida aylanamiz ekan. Yangi so'zlarni ko'rib chiqib olamiz. Bugundan odatda yangi so'zni birinchi ko'rib chiqib, keyin nimaga tushsak, yana ham osonroq bo'lar ekan. Ne yuqorida aytganimizdek mening, pang xona, chin qavat, chimte kravat, yotoq joy hisoblanadi. Hago bilan, o'tchang kiyimdek nimasi, shkafi, javon desak ham bo'ladi. Kyoguaso darsliklar, televizor, TV, Nengjango biz xolodilnik, muzlatgich deb qo'yamiz. Opta yo'q. Demak, boshladik. Che pangın içine issimnida. Mening xonam. İçin. Endi demak, qavatlarda ishlatgan paytda koreys sonlari emas, xitoy sonlaridan ishlatar ekanmiz. İçine issimnida. Mening xonam ikkinchi qavatda joylashgan. Che pang에는 침대하고 옷장이 있습니다. Mening xonamda kravat va kiyim javoni bor. 책상도 있습니다. Parta ham bor. 책상에 교과서하고 시계가 있습니다. Partada darsliklar va soat bor. E'tibor bersak, haqiqatan mana parta, kitob, darsliklar va soat degan ma'no beryapti ekan. 제 방에 텔레비전하고 냉장고는 없습니다. Mening xonamda televizor, ya'ni TV va xolodilnik yo'q. Televizion하고 냉장고는 1층에 있습니다. TV bilan xolodilnik birinchi qavatda bor yoki joylashgan degan ma'no bersak bo'lar ekan. Darsimiz shu yergacha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Suabi yogi kachimnida kongangaseyo.